Qanaqa mashina bu? Phantom Miller Nomi ham chiroyli ekan-a? eng talabgor mashinalardan biri. Sizni kimga ko'ryapsiz mashinani? Hozir o'tib ketayotgandim, chiroyli ekan, qarasam, akamga ko'ryapman. Akam yaqinda olaman deb yurgandi. Akamga tavsiya beraman-da. Xarakteristikalari haqida bir aytib o'tib ketsangiz. Ko'rib turganingizdek, salon qismi ancha keng. Ya'ni 3 kishi bemalol sig'adi. 3 kishilik o'rindiqqa ega. Konditsionerlari, ABS sistemasi va 6 pog'onali uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Motor qismiga keladigan bo'lsak, ot kuchi 136 ta bo'lib, turbirованный dvigatel hisoblanadi. Yuk xonasini o'lchamlari keladigan bo'lsak, uzunligi 380 ga, eni 185, balandligi 40 sm ga ega. Yuk ko'tarish hajmi, ya'ni hujjatlar 2 tonna bo'lganiga qaramasdan 3 tonnagacha yuk bemalol sig'dira oladi. Bu mashinani qanday shart asosida olsak bo'ladi? Hozirda bizning avtosalonimizda aksiya bo'lyapti, ya'ni 4 yilga hech qanday foizsiz o'zini narxini bo'lib to'lashga qilib berishimiz mumkin. Rostdan, o'zini pulini 48 oygacha 0% qilib berasizlarmi? Akajon, men hozir borib akamga aytaman, yaqinda kelamiz. Albatta kutib qolamiz sizlarni. Rahmat. Siz ham xuddi shunday shartlarda, ya'ni 4 yilga hech qanday foizsiz bo'lib to'lash olmoqchi bo'lsangiz, bizning avtosalonimizga murojaat qiling.